Yana qarab, hammaga salom, hammaga salom. Biza Jo'ramizning kanalida hozir toza format etib sinab ko'rjakmiz. Bu ideya avvaldan bor edi, lekin hozir qaror qildik. Bugun 1-yanvar 2025-yil 5. Assalomu alaykum hamma. Biza toza nima deydi, yo'nalishni bir ko'rjakmiz. O'zimizcha. Anchikoli. O'zi avvaldan seriallarni, o'zbeklarning kinolarini umuman ko'rmasadim, endi bir nechikdir avvaldan bir nima deydi, tanqid deydi-ku o'zi. Yoqmaydi-ku ko'rgan vaqtda. Ko'rib bir xil tema olib chiqaveradi. o'xshash temalarni. Shu oilaviy problemalar ko'rish shu gelin, qaynona. Shuning uchun men bir ikki ko'rib qolib internetda shuni uzarlaydim. Bo'ldi. Masalan, hozir nov ko'rayotganimiz haqida ma'lumot berib o'taman. Stop. Sevimli novellalar dunyosi degan kanal bor ekan. Bu kanal Sevimli telekanalidan olingan novellalarni, taqdirlar yoki shunga o'xshagan novellalarni olib tashlaydi ekan kanallar. Bugun taqdirlar degan telenovellani nomusini shantaj qilib erga tekkan qiz degan seriyasi bor ekan. Shuni ko'rajakmiz. Va уже qaranglar, video boshlandi. Birinchi sekundi 0.2.01. Уже xato. Serial davomida y bilan yozilgan. Serial emas. Yo'q, masalan, biz hali qaysi videoni ustida o'tirib muhokama etamiz deb videoni tanlagan vaqtimizda chiqib turgan bu xatoni ko'rsatadi. Biz hali davay shuni ko'ramiz degan narsa bo'lgani yo'q. Prosta qaysini ko'ramiz? Mana. Girib ko'raylik qani dedikdan girib ko'rdik. Уже birinchi sekunddan salom alaykum. Davom etamiz. Qiz bechora adoyi tomon bo'ldi. Siz bu yerda nima qilasiz? Qani kelingda ertalabgacha bitta yo'lda qoling. Yana bir marta aytaman. Hoziroq to'yni to'xtatasiz. Odam o'ldirib qo'ydingmi, nima qilding? Majbur bo'layotgan bo'lsa, demak javob berish kerak. Assalomu alaykum azizlar. Erkin Kamilov. Issiqda hormay, tolmay yuribsizmi? Xo'sh, xonadoningiz tinchmi? Xo'sh, hayotimiz kutilmagan voqealar. Bu odamni birinchi ko'rganimda men nima o'sha. Nechikdir. Bilmasam baqimdik. Bilmasam. Men kunduz amakiga ertaklar yodimga tushadi. Bilmadim, nechikdir rangi, ne o'xshataman o'sha. Qadimda bormi ko'rganmisan bilmasam? Yoshunda bir sam o'zi rangini bellarida xola bir mini sevriydi chiqirib. Kallasi tomonlab. Shunga o'xshataman. Men sen onunla halk artistisinden gülmeyen bo'lar edim. Yo'q, kommentariyada taşıdılar. O'xshaydi-ku. Boshlandi. aka, to'yimizga ham bir oy qoldi. Hozir uyimizda ustalar ishlayapti. Hayotiy voqea O'zim asosida. hali ko'chaga, hali pardachaga yuguraverib charchab ketdim. Endi shuning uchun ko'p ko'risha olmasak kerak. Qiziq sana. Men seni bir kun ko'rmasam ishlayman-ku. Nolani? Seni bir gün görmesem ishlolmayman dedi. O'xshaydi. Ishtonmayman-ku. Bizning uyda ham ustalar ishlayapti. Onam u yoqqa yugurib, bu yoqqa yugurib, hali bu kam, hali u kam, ustiga ishxonam. To'g'ri aytasan. Menda ham vaqt kamroq. Ilhom aka, kelin ko'ylak tanlamadik-ku hali. Hali ulguramiz, hali vaqt bor-ku. Voqaliroq harakat qilib qo'ysa yaxshi bo'lardi-da. Mayli. Ertaga vaqt topib borib kelamiz. Endi bunlarni amalda. Yo'q, operator yaxshi ishlagan. Menga qara Ilhom. Yangi qiz balam uncha baribir netmeydi-da, berilib o'ynatgan yo'q deydi-da. Bola qo'shiqchi bola bu. Kino keyin qo'shildi bu. Boshda qo'shiq aytaradi. Bir ikki qo'shiqlari bor edi, normalniy rock din. Men endi taniyman, lekin to'g'ri, rangi tanish. Axir qo'shiq aytib qo'ygan bo'lsa, men kinodan olaman. O'ynaversin, o'xshatib bilsa.
kuchli qilib kelamizmi Yo'q, vaqtimiz bola nada o'ynadi? Talabalar kinosida o'ynaydi u. Oltin davrimda zo'r o'ynadi. Bundan nima? tushlikdan keyin majlis bor majlisga vaqtliroq kirish kerak Bo'pti, tezlashamiz, yur. Ketdik. telefonimni oldim Assalomu alaykum, yana bir marta. Charchamayapsizlarmi? alaykum assalom yaxshi rahmat kofe mengami Kofe Ilhom akamga, lekin shirinlik ikkalanglarga. Rahmat, ovora bo'libsiz. zo'r bo'ldi-da mana qara shirinlik ham rosa vaqtida keldi rosa ham pazandasizda Shahzodaxon qarang Ilhom bahonasida Bu fessak keldim, lekin size yetmay kaldı değil mi? Su yetmay kaldı, kipitok. men shirinlik yeb oladigan bo'ldim O'zi Shahzodaxon haqiqatda ustalar juda ham. Nafaqat menga, balkim butun ishxonaga olib keladilar. Baraka toping, rahmat sizga. To'g'ri aytdilar. Butun ishxonaga olib kelaman o'zi. Bilasizmi, shirinlik pishirishni juda ham yaxshi ko'raman. Hozir yana bitta zo'r narsa. Tamam, yakmadım. Kim? Kızım. Ha, ko'p narsa yo'q. Normalga turadi. narsa bor. Bahonada sizga qahva ham damlab kelaman. Şöyle kısık yiyemem kızlar. Ungacha Ko'chada ko'rmayapsiz. shirinlikdan yeb ko'ring. Bu yerda hozir Sen bola- böyle kinoda bu targ'ib etib tursan aslında. bola aytdi, nafaqat menga butun ishxonaga aytganlar ya'ni. Bu aynan men uchun aytganib turgani, men uchun ahamiyatiga ega emas. Menga farqi yo'q, aytib turganmi degan ma'noda o'sha bildirish uchun aytib berdi. Yok. Mening giyinish doğru gelmedi ha. Ha, kısıklaşsa. Yevur osh bo'lsin. Pesrakına emni uzun ve taşak koyup giyse. shu qiz seni juda ham qattiq sevadi qara qanaqa go'zal pazanda men qara bundoq bir og'iz shirin gap gapirib qo'ysang bo'ladi-yu, nimaga bee'tiborsan qiz bechora adoyi tomon bo'ldi-yu Ey do'stim, xuddi bilmaganda gapirishingni qara. Meni yaxshi ko'rgan qizim bo'lsa, uni ustiga yaqinda to'yim. Qo'ysang-chi bunaqa gaplarni. Gürüye kara. Şimdi kaldın ha. Yo'q. O'zi yaxshi ko'rgan qizim bo'lsa, menda uylanadi o qizim bor. Hem menda so'zlashib yurgan tajribali qizi bor, hem menda uylanadi o, hem bir de jo'rasi taklif etdi. Evet. Variantlar bo'ldi. Yo'q. Shuni o'tibdi-ku. bundoq bir og'iz shirin gap gapirib qo'ysang bo'ladi-yu, nimaga bee'tiborsan qiz bechora adoyi tomon bo'ldi-yu Ey do'stim, xuddi bilmaganda gapirishingni qara. Meni yaxshi ko'rgan qizim bo'lsa, uni ustiga yaqinda to'yim. Qo'ysang-chi bunaqa. Ha? Gapni boshqa yerga burma. Xato talqin qilyapsiz. Nima? Meni yaxshi ko'rgan qizim bo'lsa, yetmaganda yaqinda to'yim dedi. Yaxshi ko'rgan qizi bor. Keyin yana to'yaman bor dedi. Как будто menda yana bir qizi bor. Ashuni olib ketdi. Men aytib qilmasadim. Olib ketdi-ku. Yo'q. Men yozuvchi sifatida aytaman, yo'q. Bunaqa gaplarni. Yaxshi. bilaman lekin bu ham yaxshi qizda Ilhom aka, shoshmang. Tinchlikmi? Anaqa Yunusobod tomonga ketmayapsizmi? Ola keting. Yo'q, men Chorsuga ketyapman, shoshib. Chorsuga. Ha. Chorsudan narsa olishim kerak edi. Birato'la olaman. Bo'ladimi? Yetvasam? Mayli, faqat tezroq yuring, mashina uzoradada. Xo'p. Doim shoshib yurasiz. Biron joyga borishingiz kerakmi? Shunaqa, uchrashuvim bor. Uchrashuv? Ha. O'zi uyingiz Chorsu tarafdami? Yo'q. Ishim bor. Faqat tezroq yuring. Bir yere ishiydi, lekin yashagan yerini bilmish. Uni taxminan nerda yashashini bilishi kerak menimcha baribir. Chorsuda tutdi-ku. Yana bir marta qaytadan aytaman, yangi gap deydi. Yana kesib tashladi. Da. Dollar bitta. Hamma ishxonaga toza ishlagan vaqtimda standartni beriladigan savollar bor. Salom, ading kim? Yoshing nechada? Uying nerda? Acha bu taxminan aytishing kerak dim bo'lmaganda. Masalan, men Gullenskiydaman, men Chakkadaman, men Shovotda, Xivada. Birga ishlaydi, uyini bilmaydi. Конечно. Yuli, mashinam uzoqroq dedi. Chorsuga borib, ustalarga narsa olishim kerak. Uyimda
katta o'zgarishlar bo'lyapti. O, ta'mirlash ishlarimi? Shunaqa. Nima munosabati bilan? To'y? To'y? Bayram ekanda, singlingiz uzatyapsizlarmi? Yo'q. Qizni xabari yo'q bolani to'yi bo'layotganidan. Qiz bolani yaxshi ko'radi, izidan kuzatadi, qiziqadi, lekin to'y bo'layotganidan xabari yo'q. So'rab surishtirsa yaxshi ko'radigan odam hayotida nima bo'layotganini bilasanmi? Ofisdagi hamma biladi, lekin bu qiz bilmaydi. Da. Yaxshi ko'radi yana. Ha. Nega hech kimga aytmadingiz unda? Chunki taklifnomalar hali tayyor emas. Tayyor bo'lishi bilan albatta Hech kim aytmagan ekan hali. Sizlarsiz qanaqa to'yim bo'lishi mumkin? Hech kim aytmagan. Otangiz topgan qizi? Yo'q. Aksincha, o'zim sevib qoldim. Sevib turmush quryapmiz. Ilhom aka taksida keta qolaman, xo'p? Nega? Chorsuga dedingiz. O'zim tashlab qo'yaman? Yo'q. Baribir yo'lim. Yunusobodga tezroq borishim kerak ekan. Shunaqami? Xo'p, mayli. Yaxshi yetib oling. Yaxshi. Ertaga ko'rishamiz. Sog' bo'ling. Operatorning ishini aytadi, zo'r. Qizga operator biz bolani fokusga qo'ymaymiz, qizni fokusga qo'yishimiz kerak. Hamma qarashi uchun. Hamma qarashi uchun. Bolani xiralashtirib qo'yamiz. Gik bo'lgan vajinam chotki ko'rsang bo'ladi. Shahzoda, ovqatga chiq. Hech narsa yemayman, oyi. Yana. Ochlik e'lon qilamiz. Nimaga? Tinchlikmi? Sen yaxshi ko'rgan karom do'lma pishirgan edim. Yur, birga ovqatlanamiz. Oyi. Так. İnternettenmi bu? Конечно. Hali Zagros ketgan yerini ko'rib berdimmi? Karom dedim rostmi? Karom. Biza karam deymiz, bir yerda karom deydi. U normal. Yo'q, o'zbek bular adabiyatida ishlashayapti-ku. Bular o'zini shevasini qilibdi shu. Karom bo'lib ketibdi. Karam, o'zbekchada karam o'sha. Yeyman dedim-ku, qornim to'q. Iltimos, yolg'iz qoldiring. To'xta. Tinchlikmi? Nimaga yig'lagansan? Nima bo'ldi? Kim seni xafa qildi? Hech kim xafa qilmadi, oyi. Shunchaki boshim og'riyapti. Ha, bo'pti qizim. O'zing Men lekin karom deganni birinchi marta eshitdim. Necha marta Toshkent shevasida kanalni ko'rganman men. Karom deganni. Karom deb Toshkentda aytmaydi, karom deb. Vatto, Toshkentniki-ku. Ha, qiz Toshkentdan, aka Toshkentdan bo'lmasligi mumkin. Opasi-ku. Kinoda opasi hayotda emas-ku. tusharsan, ha? Yuzida oppoq. Dani qapqara. Budra. Budra. Spaklovka. Ko'p cho'zadilar. Xronometraj bo'lishi kerak ham. 40 minut ajratilgan, 40 minut doldirishlari kerak. Bedancha minutda. 48 minutda. Yo'q. O'zi qisqa metrajli ne bo'lsa bo'ladi, shu novella. Nam bilin shuni cho'zib tortadilar 50-40 minutda. Dramatizm berishlari kerak ham, kinoda lekin Shuncha urinishlarim bekor ketdimi? Osonlikcha berib qo'ymayman. Nima qilib bo'lsa ham maqsadimga erishaman. Shuncha urinishlarim bekor ketdi. Uyqirib qo'ydim. O'g'lim, ZAGSga ariza berdinglarmi? To'g'risini aytsam yo'q hali oyi. Juda yuraging kengda Ilhomjon. Bu avvalroq berib qo'yish kerak. Ulgurasizlarmi ish qilib?
ulguramiz. Endi dada to'y oldi ko'p ishlayapman. Uni ustiga qo'shimcha ishlayapman. Shunga charchab qolman, ulgura olmayapman. Ishqilib kelin poshamni aylantirishga vaqting bo'layaptimi? Shu savolni berishingizni bilardim. Bugun aylantirib, ko'yini xotirjam qilib keldim, xavotir olmang. Yaxshi qilibsan. Yaxshi. Qudalar bilan ham uchrashib olishimiz kerak, gaplashib olishimiz kerak. To'g'ri aytasiz dadasi. Uy ko'rarga qachon kelishadi? Kelin salomi ham gaplash. Dada bormi? Sening qaynonangga gelin aylantirmoqqa vaqting bo'lib turibmi ish qilib aylantiribga. Bilmadim lekin. Sizlardan chiqyapti. Bizdan ham bo'lmaydi точно. Hozir ham yo'q. Oqshom bir hech bo'lmasa bayram aylanib deb chiqarib berdi. Majburlar. Da. Uyda o'tiravermanglar ko'rib, boshqa vaqtda sen ishlasan, sen uydasan yurishmishlar. Bayramda hech bo'lmasa aylanib chiqarib berdilar. Lekin ungacha uni eslab bilmayman bo'lgan. Gelin aylantirib vaqting bo'lib turibdi. Ham gaplashib olishimiz kerak. Tavba, shu xotin xalajni dardi halinasi shularda bittada. Men qudam bilan osh masalasini gaplashib olishim kerak. Adam yomon seriyozni meni-da. Ovozim emasda. To'g'rimi? Ko'rash. Постоянно yani söylediğin gapları kesip söylediğin nereden oynaydı. Rollan. O'zini yarashadi. Kerak. Qancha guruch damlaymiz, qancha go'sht berishimiz kerak. Xotiramcha yarashmabdi lekin. Yo'q, yaxshi o'ynaydi. Hech yaxshi o'ynaydi, lekin bu narsa. Yaxshi rol o'ynash nechikdir. Boshimda yaxshidir o'ylab yomon bo'lib ketar balki. Kerak, balki pulini berarmiz, tushunyapsanmi? Mayli. Unday bo'lsa men ayol qudamga qo'ng'iroq qilib, o'zim gaplashib olaman. Hammasini bafurjak. Ayol qudam. Qudamga deb qo'ysa bo'lmaydi. Erini bo'lishi mumkin. Qudam degandan keyin bu, конечно, bu o'zini xotin tarafi, mana qudam degandan keyin erkak tarafi bor. Kelishib olamiz. Salom ham tushunaman. Yaxshi. Shunday qila qol. Sizlar yo'masa maslahat qilveringlar. Ruxsat bersanglar, charchaganman. Oyi dada, kirib, vaqtliroq uxlab dam olib, ertalab uxlay turishim kerak. Mayli, faqat bitta to'ylar bo'lsin. Aytganingiz. Kelin poshamiz telefon qilyapti shekilli. Ha, shunaqa. Mayli, boraqa javobini ayt. Ha, shuni aytib uyaltirish kerak-a. Mayli. Voy, shunaqa xursandman. Uyalasanmi şimdi mesela? Ben mesela uyaldım. Sen yapamana keyin yanında telefon yazıda. Gelin oturupmu desa. Belki de gidemem ben. Niye? Uyalışmazsa lekin noqulaylik bo'ladi baribir. Mesela bilmedim lekin. O'sha kunga yetqizsin. Inshaalloh o'sha kunlarga yetkazsin. Inshaalloh. Böyle başlayalım. Alo. Alo, Ilhom. Geri durup. Alo. Ben varıp oturup söylesem olmuyor. Ilhom aka. Shahzoda tinchlikmi? Ishxonada biror bir hodisa bo'ldimi? Tinchlik emas. Bilasizmi, sizni Gapiring, eshityapman. Tushunmayapman, sizga nima bo'ldi o'zi? tushunmagansiz. Tushunmaysiz ham. Tushunmadim. Ne yapar? Gözü düşünerler söyleyenem yok. Ahırında yığılaverdi lan. Bu ofisin içini göster de adamı göster ya. Arenda sırna olgan bo'lgan gerek. Filmni oraya çekendan Ha, ketdim, ha? Bunga nima deysan? Yaxshi-dachi? Shunga o'xshagan joyga chiqsa yaxshi bo'lardi. Qanaqa chiqish? Qayoqqa? Butun ishxona toqqa chiqib ketyapti-yu. Yo'q, xabarim yo'q. Bormaysan hammi? O'rtoq, to'g'risini aytsam, ishlarim boshimdan oshyotibdi. Bilasan, to'y, bitta o'g'ilman u yoqqa yugur, bu yoqqa yugur, uni uyda ustida ishlayapti. Hamma narsa kerak, shuning uchun o'rtoq, men ketdim. Hop. Bahonang o'tib.
Şu oturgan joyimizdan ben ettim. Hemen. Почти. Ha. Почти hammasini. Usta görmedik ku bize. Tavukni akam ukasi bilan kesatdilar. Devorlarni man etdim. Bo'yadim, tekizladim, potologga ham rang berdim. Yo'q, xabarim bor. Ko'p narsani o'zing aytding-ku. Buni aytaman. Если что, taxminan 1 yillardan keyin mani YouTube kanalimda chiqadi. Ha. Montaj qo'l deymaydi menda просто. Ha, to'xtatay. Ha. Ustalar dedi, как будто ustalar так ishlayotgan ustalarni ko'rsatgan yo'q. Masalan, arada bir tık versa bo'lar edi. Uyinda evetlanib o'tirib deyishgani shovqin yo'q. Yaxshi ustani o'zini ko'rsatmadan shovqin qo'yishing mumkin edi. Ha. yoki nima ruxsat bermaydilarmi so'rash kerakmi Ya, xuddi meni bilmagandek gapirishingni qara. Men hech qachon hech kimga hisobot bermayman. Xohlagan joyimga boraman. Men o'zimga xon, o'zimga bekman. Yoki xotindan qo'rqadigan, har bitta qadamga hisob beradigan o'xshaymanmi? Meni bilasan-ku. Qo'ysang-chi bunaqa gaplaringni. endi do'stim to'ydan oldin borib qol yaxshilab dam ol deyman-da. To'ydan keyin shundoq ham tashvishlaring ko'payib ketadi. Vaqtingdan bo'lmaydi. Sendan qatib qo'yasam? Faqat sen meni o'ylaysan, do'stim. Boringga shukur. Arzimaydi. O'ylab ko'raman, o'rtoq. Ko'ramiz. Assalomu alaykum yigitlar. Hormanglar. O'zimga qahva damlagandim. Sizlarga ham olib keldim. Voy rahmat, baraka toping. Ilhom aka. Sizda yo'q lekin desammi? Ilhom aka. Rahmat. Yana o'ribsiz-a? Yo'q. Xo'sh. Ertaga kim toqqa boradi? Biz hammamiz toqqa boramiz. Uchimiz toqqa boramiz desa, tez. Toqqa boramiz, lekin ba'zi bir insonlar toqqa borisha olmas ekan. Bilmayman sababi nimaligini. Aytdim-ku. Endi baribir bo'lajak kuyov bola oilada muhokama bo'lishi kerak, ruxsat so'rash kerak degan joylariga. Aziz. Kerak emas, o'rtoq. Endi aytaman-da. Shu joyda yolg'on gapirding. Men aytdim-ku, men o'zimga xon, o'zimga bekman. Xohlagan joyimga, xohlagan paytda bora olaman. Borgim kelmasa bormayman. Shuning uchun uzr. Men juda ham ishlarim ko'p, to'y tashvishlari bilan yuguraverman. Shuning uchun men siz o'zingizlar bemalol chiqib, mazza qilib dam olib kelaveringlar. Hop. Ilhom aka. Borsangiz yaxshi bo'lardi. Ishxona hisobidan ham biroz dam olib, yayrab kelardik. A? Peki o'zi tog'a borish, shuni dam olish joylarına boradilar-ku ishlaydi. Lekin qizlarni ham qo'shib olib borishlarini birinchi marta eshitdim. Qizlar bilan borganda eshitganmisan, ko'rganmisan, borganmisan? Nima umumiy olganda tog'a borganlarni eshitmayman. Sulton buvaga, masalan, Xivaga borganda boradilar axir. Endi bu основной dacha debmi, shuni yerlarni tutibdi-ku. Biz ham Sulton buvaga ketganda sinfdoshlar bilan ketganmiz, qizlar bor. Yo, sinfdoshlar, bu to'g'ri. Bunda по-любому Sinfdoshlar hisobi просто sinfdoshlar ishlaydilar, bilan lekin o'qiysan, bular bilan qizlarni olgandan keyin birinchi marta. Yo'q deb endi kemaga tushganni joni bir. Erdan qolsang ham eldan qolma degan naql bor. To'g'rimi? To'g'ri. Bu deyman, sizlarga hozir yo'q desam, butun kollektiv kelib, Shayx toqqa desa kerak. Shunaqa bo'ladi. Ha, mayli. To'ydan oldin bir yozilsa yozilamiz deb. Demak, borasiz-a? Boramiz. Do'stim. Shuncha ishi bor edi. Endi tog'a olib ketaman. Faqat men yo'ligimni bildirmagan, hisobot topshiraman. Shunda uyga o'tib kelaman. Ustalarga qarab kelay, hop. Borur. Bo'pti. Bo'pti. Ustalarga qarab kelay. Chet korreksiya imtihoni o'qib turasiz. Logda snimat etganlardan svet berming qo'yganlar keyin. Нормально. Bilaman. Bak qara. Qizil, yashil, sori, ko'k hammasi joyida. Da ofisning ichida. Bu yerda seni hammasi ploskiy rang. Ko'ring, qora emas, yashil emas bu yerda. Ko'k emas. Hammasi rang berib, uch qadar rang berilgan qolgan o'xshaydi. Endi bu uzoqdan olingani shunday ko'ringanda. Bolalar qo'shib beradi qizlarni, qizlar bolalarga qo'shib beradi o'g'illar. Yo'q, bu
Bu tema evvelden şu Keyinchi juda bor edi. Param param. Chiroyli yigitlarga. Tinchlikkina kola. Rahmat. Rahmat, baraka toping. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Anaqa kola bo'lgani yaxshi bo'ldi-yu, lekin ermakka yana biror narsa bo'lsa yo'dimasiga. Nima? Ha, unda hozir muzlatgich chiqarib Hech narsa qo'yaman. kerak emas, rahmat. Yo'q, nimaga? Olib kelib beraman. Ekranga qarang. narsalar Shuni sho'tda dam olsin. Ishxonada doim ishlaydigan. Nima qilibdi voy u? Muzdekiniki ich maza qilasan. Oh. Yaxshi bo'ldi, qara mana. Hozir kelmayman deysan, ustalar bor deysan. Nima qilamiz? Senga boramizmi? Bir maza qilib cho'milamiz. Nima deysan? Bassengam. Os. Tushunmadim. kazana bargani yo'q o'zing. Tinchlikmi? Mesela bir yudum işte yuttu. Ya quyoshda ko'p yurganingdan bo'lsa kerak. Balkim. Hani shlyapani kiyib olishing kerak edi shuncha. Naqasna. O'zi damamoqqa kiygan bo'lsa ishdaylardi. Atrofda umuman ovoz ham yo'q. Vag'irda bo'ldi. Anda masalan bo'lishi mumkin bu. Vag'irda ko'rsa. Böyle işxonada bilen kollektiv bilen baratırımız da lekin üçünden başka işim görünmedi. Ha, kollektivni go'shtishi kerak-da. İşlenmedi. Hozircha go'shtgani yo'q, quruvchisi. Yo'q. Birdan ko'zim qorong'ilashyapti. Samin turibdi-da buni. Yur, bassenga bitta Nima? tashsang o'zingga kelib ketasan. Yo'q, o'rta. Mazam bo'lmayapti. Joyimdan tura olmayapman nimagadir. Sen bitta yotib uxlab ol. Ketdim borib cho'milib. Keyin uxlayman. Xohlasang bor. Sen borur. Bo'pti. Getirse bo'ladi çünkü bu kam byudjetli narsa televideniye uchun har kun syomka atilishi kerak bo'lgan narsa kam byudjetli. Bu yerda vaqtam chegaralangan plan. Bu tarafdan geçirse bo'ladi. Yo, montajyor baribir отдельный ishlaydi-ku. Ovoz qo'shishi mumkin edi. Просто Конечно. bir yerdan sketch etadi. Qo'shish ham kerak, bir de nima deydi? Mag'zavasi chiqib ketganlarni yana qo'shganlar shu kolasini, suvini vaj qo'shib berish. Shu saviyasi past narlarni yana qo'shaveradilar. Evet, olinganida ko'rsatdi. Mazangiz yo'qmi deyman? Dedim. Zo'rlayman. Balam zo'r dedi. Hayronman o'zim. Nimagadir ko'zim qorong'ilashib ketyapti. Tepada yotoqxona bor. Ha. O'sha yoqqa Yuring. chiqib biroz dam olasizmi? Qizlar ham basseynga ketishdi. Yuring, Ikkimiz. yuring, men sizni olib chiqib qo'yaman. Qiynab qo'yayman. Yo'q, nimaga qiynaysiz? Rahmat. Yuring. Yukarı chiqincha yo'q. Sekin. Nimaga bunaqa bo'pti? Hozir hammasi yaxshi bo'ladi. Biroz Yo'q, qara. Men masalan pulim bor. Boy odam bo'lsam, uylanayotirman desam ham shundan izinda yurib, lekinlagan qizni uzmaviski tushunaman-da. Любой нормальный odam tushunadi-da buni. Любой нормальный odam o'sha biladi. To'g'ri, sana yaxshi ko'rinish uchun, balkim shu turmushga chiqish uchun har ish aytishga tayyorda u. Shudan tushunmaslik mumkin. O'zi hisobdan men tushungan bo'lardim masalan. bo'ladi. Biroz dam olsangiz. Ben böylesem bizim benim içmeyemem için benim. Aytdim bu zo'rlab bo'ldi. Yolg'ondan bo'lishi mumkin. Yashasa bo'lgani yo'q, lekin bo'lgan deb aytib. Ha. Bo'lishi mumkin. Balkim zo'rlangan yigit deb chiqarsam bo'lar edi lekin. Ya biz temani shunday deb qo'yamiz bilan. Şantaj. Şantaj demek bizden seriallar hammasında bor. Hepsinde. O'zbek narsani singib ketgan-da bu. Rejissyorlar, kanka. Shahzoda.
Siz bu yerda nima qilyapsiz? Siz bu yerdan biz nima qilyapmiz desa to'g'ri. Ne? Yig'layapsiz? Ha? Hech narsani eslolmayapsizmi endi? Nimani? Ilhom aka. Sharmanda qildingiz-ku. Tushunmadim. Tunda nomusimga tegdingiz. Qarshilik ko'rsatdim. Aytdim-ku. Ma'lum-ku. Qo'llarimni ko'kartirib tashladingiz urib. Nima? Yo'q, Shahzoda. Hozir hazilli payt emas. Shahzoda, qo'ying, hazillashdim-deng. Men sizga hayotda yomon ko'z bilan qaramaganman. Men sizni o'zim uchun singildek ko'z bilan qaraganman. Shahzoda, Qilar ishni qilib qo'yib, endi o'zingizni bilmaganga olmay, ota-onamni yuziga qanaqa qilib qarayman endi? Kim degan odam bo'ldim? Nima o'zgardi? Nima qilaman endi? yo'q, bosing. Shahzoda, O'zgarib ketdi. Soati pastda biroz diniqlat ibadat. Shahzoda. Vohma qilmay, siz aytganchalik bo'lmagandir. Mikrofonni trayektoriyasini o'zgartirib berdim. Men bilishim kerak edi-ku. Qanaqasiga men bilmasligim mumkin. Xo'p, kecha boshim aylanganda siz yordam berdingiz. Eslayman. Xonaga olib kirdingiz. Yotganimni eslayman. Boshqa narsani eslolmayman, Shahzoda. Endi badnom qilishga qilib esimda yo'q deysizmi? Ichkilik ichganmi deysizmi? Yaxshi, badnom bo'pti. O'rtada kepat guying masib o'tiradi. Gunyaga. O'rtada karavotda o'tirsaga. Men baloni nima qilib qo'ydingiz? Ilhom aka. Bunday vaziyatda o'tirib tushuntirmaydi, davom turadidan yo agar rostdan ham shunday bo'lsa, agar bola mabada deydi bo'lsa, bu yerda qiz qo'rqib turgandan keyin bu yerda so'rlab ustini qarab tashlaydi-da. Urishibmi? Ilhom aka. Shahzoda, men umuman hayotimda ichmayman. Boshda yaxshi gapiradi. Bu qiz nechikdir уже shu narsani o'xshatib unutdi. Ha? Bilib turibmi? Уже to'ninglik boshlandi. Lekin Bilmayapman. agarda shu ish qilgan bo'lsam, Boladan sal rolga kirishaman. men nomard emasman. Hozir siz ham men ham o'zimizga kelib olaylik. To'g'risi, eslolmayapman. Va hozir o'zimga kelmasam bo'lmaydi. Qattim boshim og'riyapti, Shahzoda. Keyinroq hal qilamiz, maylimi? Mikrofon o'xshaydi ularga. Hozir o'zgarib ketdi. Hozir Ovoz beklangani bilindi. Ketdi. Hozir ketdi. Burada muzika bo'lgan avtorskiy prava uchun Ha, bu o'chirilgan YouTube'dan. Boshim. Bizanikilar yaxshi ko'radi-ku, litsenziyasiz muzikalarni ishlatishni. Yo'q, lekin shu hozirgi ham keladi. Va Hozirgi уже 10 sekundlik qoldi примерно. 5 sekunddan ko'p bo'lsa уже keladi. 3 sekunddan 5 sekunddan ko'p bo'lsa keladi. Bo'lib, sana endi chiqdimlar. Yo'nak o'zgarib ketmadimi bolani? Yo'q, go'nak o'zgarmadi. Go'nak o'zgarmadi. Ha, da. Lekin o'tib ketdi. ha. Oradan bir yarim soat, 1 soat o'tdi deb biz o'yladik. Bu anda bu Endi space.
Çok gittin endi. Batvar şeyga. Effektdan. Xudo nima qilyapsan? Kechadan buyon qo'ng'iroq qilaman, ko'tarmaysan telefoningni. Hamma xonani qarab chiqdim. Qizlar tarafdanmiding? Shahzodami? Jinni, nima qilib qo'yding? Hayoting barbod bo'lib ketadi-yu. Hali ikkalinglar ertalabgacha bitta yotada qoldinglarmi? Ishxonani oldida sharmanda bo'lasan, oilangni oldida kim degan odam bo'lasan? O'zi bilgandim. Kechasi xonaga kelmaganingda nimanidir boshlaganingni. O'rtoq. Kelmagandan keyin o'zi yaqin jo'rasi bo'lsa, Mikrofonni Timurga. oho. Petlechkani Timur. E'tibor bermabman. Bunikida bilinmaydi bo'lsam. Yengil-ku, rubashka yengil. Futbolga qisib turibdi. Buniki? Yo'q, jo'rasi aytsakim, o'zi chin jo'ra bo'lsa. Tashak ketib, buni qoldirib yana o'zi orqaga yurmish. Kelib yeyishda xabarnomiymish. Yo'q-ku, telefon aytdim, olmaysan dedi. Kelish kerak-ku. Menimcha arasi uzoqmasa. Qizlar ikkinchi etajda. Bolalar birinchi etajda. Qizlarni chiqish kallasini kelmaydi. Yo'q, bu yerda qani qizlar? Tinch, hech kim yo'q. Qizlar tarafdamading dedi. Men seni qidirib yuribman bu yerdan. Qizlar tarafdamading dedi. Ava. Yaxshi, esa qizlar ham ko'rsin axir. Bunaqa hech kim ko'rsindan emas. Sen Yo'q, ketganingda budjet yetmagan bo'lsa ko'rsatmaydi. To'lash kerak-ku ko'rsat. aytdim-ku senga boshim og'riyapti yomon deb. Yo'q, esa yangi bir shovqin qo'shib qo'yish kerak. Shundan keyin Shahzoda xonaga olib kirgandi. Undan keyin o'liyaga nima bo'lganini bilmayman. Hech narsani eslayotganim ham yo'q. Shunaqa boshim og'riyapti. Qorningdagi nima deb yerni ko'rsan. Petlechka bajo'ra. Menga qara. O'zing tushunyapsanmi nima qilib qo'yganingni? Nimalar qilib qo'yganingni bilyapsanmi? Nima qilib qo'yding? O'zi основной kinodayım deb yuqoridayım deb olaman, ha? Mikrofon. Da. Ovoz. Ovoz. Bular Eslolmayapman senga. Xalq yo'li, народный variant. Yig'lab o'tiribdi-yu. Butun boshli ishxonani oldida birini unut. oilangni oldida sharmanda bo'lding. O'rtoq. Men iltimos dori kelib bosh og'rig'i dori qaram. Eslolmayapman rostdan. Ishon menga, eslolmayapman. Jinni bo'lib qolsa. Bor yuzingni yu. Ko'rasim kelmaydi o'zbekdan. Seriyam. Ha. Nima ba'di-ku? Orolda yuradigan kim edi? Jack Chitak. Qarshini o'ziga o'xshada. Oroldan tut. Yo'q, o'xshaydi shu. Shuning nelar planlar qo'yib bersang, zo'r chiqadi. Tushunibmiz. Voy. Eshik ochiq-ku. Qo'zi. Voy bolam, eshik ochiq-ku. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi kelibsanmi tog'larda? Charchamadingmi bolam? Charchadim oyi. Charchadingmi? Yur, choy poy ichib aka. Yo'q. Ha. Xonamga chiqib dam olgim kelyapti. Bolam tinchlikmi? Nega telefon qilsam ko'tarmading? Telefonimni quvvasi tugab qolibdi oyi. Ertalab yoqdim telefonimni o'zi. Ha, mayli, charchagan bo'lsang kerak. Yur, choy poy ichib aka. Yo'q. O'zi damoqqa ketganini bilarmidi opasi? Tog'larga yaxshi keldingmi dedi. Ha. Damoqqa odam yana charchagansan deymi? O'zi Charchamadingmi desa, charchadim dedi. o'zi damdan gapirgan sabahdan. Ha. Chiqib dam olay, xohlayman. Voy. Muxlisa qo'ng'iroq qilayotgandir. U ham rosa xavotir olgandir. Hozir gaplashgim kelmayapti oyi. Keyin gaplashaman. Hozir hech kim bilan gaplashgim kelmayapti. Tinchlikmi bolam? Topoda hech narsa bo'lmadimi? Yo'q. Hammasi yaxshimi? Tuzukmisiz? Hammasi. Ne unaqa deysan? Hammasi yaxshi, onam xavotir olmang. Shunchaki bilmadim, charchadim. Balki havo almashtirganim uchun shunaqa bir Mayli. Unda
kirib damini ola qol. Xo'p, voy, men xonada bo'laman. Choy poy ichmasang bo'lardi. Yo'q, kim? Mayli, xonaga kirib turman, choy olib kiraman. Xo'p, kimdir so'rab kelsa, men yo'qman, xo'p. Xo'p, bolam, xo'p. Remontlik ish qilmagan beri. Lekin ustoyibdi. Yurgandan gapindan bilamiz. Ko'ribmiz. Mana kechirim qilaysan. Hozir sen bilan gaplashadigan ahvolda emasman. Aynen turibdi. Yine qayta ko'rsataveradi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Shahzodaxon, yaxshi keldingizmi? Ha, siz ko'felarni sog'inib qoldik. Bugun nima shirinlik yo'qmi deyman? Kofelaringiz kamerada, ha? Kofelaringiz kamerada. Boshqa safar. Xo'p. Labi, eshitaman. Gaplashib olsak bo'ladimi? Shu yerdami? Tashqariga chiqsak yaxshi bo'lardi. Hop. O'rtoqman, hozir kelaman, hop. Yo'q, mayli. Efekt koyma. Qilar ish qilib qo'yib, endi indamay yuraverasizmi? Axir nima degan odam bo'ldim? Ota-onamni ko'ziga qaramayapman umuman. Kecha ham rosa qo'ng'iroq qildim. Ko'tarmadingiz, javob bermadingiz. Ilhom aka, endi nima qilaman axir? Nima? Yo meni o'ylamaysizmi? Shahzoda. O'sha kuni to'g'risini aytsam, nima bo'lganini qalam eslolmayman. Men ham bir ilhom bor. Rostdan eslolmayman. Eslay olmasangiz, ekspertiza bor. Yuring, hoziroq ekspertiza qildiramiz. Badnom qilib indamay yurishingizga nima deyishni ham bilmayapman. Shahzoda. Hozir to'g'risi hech narsa ko'nglimga sig'mayapti. Bilasiz, yaqinda to'yim. Tashvishlarim juda ham ko'p. To'y deysizmi? Qanaqa to'y? Hoziroq to'yingizni to'xtatasiz. Bo'lmasam butun ishxonani oldida sharmanda qilaman, tushundingizmi? Sharmanda qilaman. Sharmanda bo'laman emas. Sharmanda qilaman. Yo'q, endi u shunday odamlar shuning ishini aytadi desa, men sharmanda bo'lishim mumkin. Yo'q. Biz ham o'g'il bola uncha bilinadi, sharmandalik emasda u. O'g'il bola tarafi. Qiz bola tarafi, конечно. Agar shunday marrasi bo'lsa, конечно, o'g'il bolalar yomon ko'rishlari mumkin. Umuman hurmatingiz qolmaydi. Sekinroq gapiring, bo'ldi. Ilhom aka, agar ustingizdan yozsam, qayoqqa ketganingizni o'zingiz bilmay qolasiz. O'ylab ish qiling. Bo'ldi, o'zingiz bosing. Siz ham men ham yosh bola emasmiz. Aql bilan ish qilishimiz kerak. Odamlar eshitsa nima deydi? Bo'ldi. Biror bir yo'lini topaman, harakat Odamlar nima deydi? Konsta. To'g'ri efendim. Aytadi-ku. Odamlar nima deydi deb yashavarsang deydi. Yo'q, Ma'mur shakam aytgan gaplar. Odamlar nima deydi? Odamlar qarzingni qachon qaytarasan deydi. qilaman. Xotirjam bo'ling. Sen o'ylanasan deydi dema. U 100% bor gap. Ayniqsa Mana eshitaverdim. Sen yaxshi yaqinda qutilding. Yo'q. Qiziq-ku. To'ydan oldin qachon uylanasan? To'ydan keyin bola qachon?
Voy. O'zbeklarning nasiku strategiyasi. Nishlaringiz bor o'zi ingaladi. Nisha o'zim bilaman. Qaysidir nada ko'rdim. Videoda sen ham ko'rgan bo'lsang kerak. Shunday dedi. O'zbeklarda shunday dedi. Jonliroq blogga aytadi. Uylanincha qachon uylanasan? Uylangandan keyin sen qachon balang deb boshlaydi. Ne? Islom Karimov borku, stand-upchi. Albatta. Kan gap boradi. O'zi konsertida ham aytadi, keyin nimaga podkastda chiqqan vaqtda ham aytdi-da. To'ydan oldin eng ko'p beriladigan savol dedi. To'y qachon? To'y qachon? To'y qachon? To'ydan keyin dedi. Kuyov bola hordiqlar chiqdimi? Charchoqlar chiqdimi dedi. Urib berasing keladidan kelindan dedi. Bir marta aytaman. Hoziroq to'yni to'xtatasiz. Agar to'xtatmasangiz, boya aytganimdek yozaman, sudda, qonun oldida javob berasiz. İşte. Şantaj bo'lmasa bizlarni o'zbekskiy serial yarashmaydi axir. Aytyapman-ku, hal qilaman deb. Va'da beraman. Unda ertaga sovchilaringizni kutaman. Yetib ko'raymi, tamom bo'ldi. Mana qolgan vaqtim bo'ladi. Gap boshladi, kallam o'tdi. Ko'rib qoldim men. Ona oldu. Qanaqasiga? Kim yerlarimizni tutadi? degan qizlardan emas edi. Oppoq qanday qizimni puflab katta qildim. Qanaqa niyatlarim bor edi. Biz ham boshqa joyga unashtirib qo'ygandik. Yaqinda to'y bo'lish kerak edi. Nachora. Boshqa ilojimiz yo'q. Agar zo'ravon o'g'lingiz ertaga yuziga solsa, xavotir olmang. O'g'lim yuziga solmaydi. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'g'lim unaqa nomardlardan emas. Hammasi yaxshi bo'ladi. Endi nima bo'lsa ham dadasini ko'ndiring. Hazırlading. Ayt. O'g'lim yuziga solmaydi, lekin boshqa joyga. Kursi bilan anavi aboyam rangi bir xil ekan, e'tibor etding? Yo'q. Kinoda boshida birinchi marta uyini ko'rsatgan vaqtda men kursi ko'rramkan o'zi deb o'yladim. Yana bu orqasida ramkan o'zim ekan dedim. Hozir uzoqdan ko'rsatsa ko'rishing mumkin. Aboymi? Aboy bilan kursini yana dim o'xshash. Ha, o'zi bunday aboylar o'zi dim ko'p, moda o'zi. Boshida ko'rgan vaqtda ramkan o'zim ekan dedim. O Цветокоррекция e'tibor etib tur. Qarab. Ha. Cho'qlidan xolodniy sakradi. Ha. Cho'qlidan xolodniy sakradi. Biz boshda cho'plab o'tiradi menimcha. Bosh. Axir bir-birimizni yaxshi ko'rardik-ku. Axir sen o'sha mening ko'zim sanlarim. Judayam yaxshisiz. Judayam. Lekin Qizim ro'yxatga kirishmiz. Majbur. Sababini aytolmayman, so'rama faqat. Yo'q. Agar mana $500 to'lab turib kinoga chiqadigan bo'lsam, men rolga kirishmasadim. $500. O'sha chiqish $500. Beribmi yo sadam? Berib chiqasan. Agar taniqli aktyor bo'lmasang. Men gaplashganman rejissyorlari bilan. Aynan taqdirlarnikiga emas, aytaman. Casting kanallari o'ylamadim men Telegramdan. Shu vaqtda Folbin seriali syomkasiga ketib turadi. Keyin shu taqdirlarga o'xshagan yana birisi nima bor edi? Novella bor edi avval. Bu ham sevimli davonlarda o'xshaydi. Shuni rejissyorlari, aynan rejissyorlar o'zi shaxsan o'zi emas, boshqa rejissyorlar, yordamchilari, postanovщикlar gaplashgan vaqtimda chiqish haqida chiqsam bo'ladi, deb qatnashsam bo'ladi desam, bosh rol uchun $1,000, ikkinchi daraja uchun $1,000 to'laysan chiqish uchun. Bosh rol $1,000 aytsa kerak, конечно.
Men aytdim, menga to'lanishi kerak emas. Men agar men rol o'ynasam desam, taniqli bo'lsam senga to'layman. Taniqli bo'lincha sen to'laysan dedi menga birisi. Men aytdim, rahmat, sağ bo'linglar, men aktyor bo'lmayman. Bo'lishi mumkin. Sababini siz meni ko'zlarimga qarab ayting, nima bo'lyapti o'zi? Nega mendan o'zingiz olib qochyapsiz? Qo'ng'iroqlarimga javob bermaysiz. Tushuntirib bering axir menga, nima bo'ldi? Ayting. Ayting. Muxlis. Men boshqasini so'raman. So'rama. Shunchaki taqdirimiz qo'shilgan ekan. Uzr. Ishlarim ko'p. Borishim kerak. Gitara yurishni o'xshatdim hozir. Sana? Vice City'dami? Ha? Aytdim. To'xtab qoldimi lekin? Bosim. Muxlisaxon. Ilhom akammi? Qalam menda bor. Chotkiga Yaqinda o'ynadim. menga uylanmoqchi. Qalam menda bor. O'qigan. Bu ham teatr. Ziyorat. Yaxshimisiz? Geldim. Muxlisaxon. Ilhom geldi. Ilhom akammi? Tinch qo'ysangiz. Yaqinda menga uylanmoqchilar. To'yimiz bo'ladi. Mana deb to'yni ham to'xtatdilar. Normalniy, avvallar tutdi. Rollimi? Xullas, boshqa Ilhom akamga osilib yurganingni ko'rmang. Tushundingmi? Sog' bo'ling. Ilhomlar ham. Ular bilan gapirishdan qizarmayman. Kim o'zini danışık qilib? Ko'p menda danışık qilib. Jo'rami? Menda ko'p danış. Ish qilib. Ha, ko'p. Ilhom. Yo'q. Menda shu ayol. O'zim unda beg'amlari bo'ladi. Ilhom aka, shoshmang. Bugun ishdan ruhliroq kelarsiz, a? Tinchlikmi? Уже to'y o'tib, dan o'tib ketdi. To'yni ko'rsatmadik, mojaroni ko'rsatmadik. Ustamani ko'rmadik. Ko'z yosh ko'rmadik. Tug'ilgan kunlari o'sha yuborib kelardik. Mani vaqtim yo'q. Ana, onam bilan borib-ku. Nima deganingiz bu? Axir oyimni birinchi tug'ilgan kunlari bo'lsa to'ydan keyin nimaga bormaysiz? Ovozingni ko'tarmayman, tushundingmi? Mani vaqtim yo'q borishga. Ha, bolam, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Bolajon. Yo'q, tinchlik oyi. Ishga kelganlar. Ha, bor, bor. Ishga kelganlar. Alloh akbar. Men qarang, kelin. Kelin bo'lib tushganingizga bir hafta bo'ldi-yu, Xaliddan o'g'limga xo'jayinchilik qilyapsizmi? Oyijon, kecha ham ertalabga yaqin kirib keldilar. Qayoqda yuradilar, hayronman. Axir bunaqa yurishlarida endi o'g'il bolani-chi, ko'chaga yaratgan, bildingizmi? Nechida keladi, nechida ketadi uni ishi. Shu gapni отдельно kirib olib beringlar, men opamni kelinimga ko'rsataman. O'g'il bolani-chi, ko'chaga yaratgan, bildingizmi? Nechida keladi, nechida ketadi uni ishi. Erkaklar ishi, yigit ishlari ishi ko'chaga, bildingizmi? Siz undan ko'ra ishingizni qiling, darvozaxonaga qarang, oshxonalarga qarang. To'xta. Sen ya so'q, kofeni so'q deb men aytmadim. So'q kofeni. Issida rangi chiqadi-ku. Yo'q. Ha, hozir so'g'andan keyin umuman qolib ketadi. Yo'q. Ha, men o'ylanib pishib qo'lni ko'rmadingiz suvlarda. Yo'q. Boring ishingizni qiling. Xo'p. So'g'sa qoladi. Ha, qanday pishganligiga xo'jayinchilik qiladi. Kelib bo'lib tushibdiki, bolamni chehrasi ochilgani yo'q. Borgan sari shashtib pasayib ketyapti. Ishqilib. Testosteron kamayib ketyapti. Endi ne toladi? Testosteron chiqadi. Oxir bahar bo'lsin-da. Hozir qizlarda ko'p. Qachon bularni qo'yni bir-biriga isiydi? Qo'yni? Ko'yni. Ki bilan qilib qo'shib berdingiz. Qo'yni deb berdi. Bo'lsin-da. Qachon bularni qo'yni bir-biriga isiydi? Qo'yni. Bilmasam. Qo'yni. Bir-birini qo'yindan berish kerak, shunda qo'yni isiydi. Ko'ngildan bir-birini qo'yni o'shnab ketdi-da, aralashib. Donat. Uyga umuman kelgim kelmaydi. Birgina xat
ikkisi davlatlarda. Katta tovon to'lashga majbur bo'ldim. Bu xatolikni o'zi ham bilmaydi. Nega xatolik? Hayotni ham qizig'i qolmadi. Ey muxlisim, seni qancha sevishimni bilsang edi. Sevganni umuman bilintirgani yo'q lekin, challi sevadi, lekin aradagi sevgisi Gapda sevadi. Ha. Gapda sevadi. Ha. Ayrimlar o'xshab gapda sevadi. Yo'q, sevadi odam ozgina bir narsani munosabatini ko'rsatishi kerak-ku, aradami. Ko'rsatib o'tishi kerak. U qiz bilan so'rashganda nima ko'rishgan? Telefondan so'rashgan. Qachon? Telefondan olmayapti-ku. Qachon chiqadi bundan? Voy Guli, siqilma deysan, nimaga siqilmayman? Ilhom akam menga butunlay befarqlar. Hatto homilador bo'lganimni bilib turib ham umuman e'tibor bermayaptilar. Gaplashgilari ham kelmaydi. Hammasi yaxshi bo'ladi, Shahzoda, siqilmagin. Guli, umuman tushunmayapsan meni. Vahima qilma deysan, bilasan-ku, Ilhom akamni qanaqa yaxshi ko'raman. O'shanda o'zingniki qilib olasan deb falon pulga kun oldirding. Ichimni yo'q. Shiroqxonasida yana orqaga so'ylab o'tirishi haqiqiy o'zbekni seriali. 100%. Yana sizlardan kerak. Dalil, isbot. Dalil. Qo'shib berdim. Lekin hech narsa o'zgargani yo'q-ku. Bilasanmi? Men bilan majburan yashayotganlari shundoq bilinib turibdi. Shuni o'ylasam, dodlab yig'lagim keladi. Qara. Bironta yaxshiroq folbin topib, Jinoyat ishini qo'yamiz. o'zimga isitirish uchun o'qitsam bo'larmikin? Surishtirib ko'r. Yaxshi. Men hatto shuni eshitib qo'ygansiz, men eshitmay qolsam, fermanda bo'ladi. Bekor bo'lgan ekan. Shunchaki naqam bir tilla. Ne oldu lan bu gösterse beni? Üstü kök taşıdı. O'g'ling bilan gaplashmadingmi? Bo'lachatdi hozir. O'zi qayerda? Teleminarada o'tirib gaplashib o'tiribman endi. Shuni aytaman. Montaj rejissyori. Yo'q, основной uydan chiqqani yo'q. Nomusini shantajlab erkaketgan qiz degan novellani taqdirlar novellasini o'sha qismini montaj rejissyori. Kadrlarni nomini nera qo'yishni iltimosdan o'ylanib. Aytinglar keyingi safar. Ben sen eshitmadim. Nima bo'ldi? Hayratda malaklar chiqmagan jonimni. O'g'ling bilan gaplashmadingmi? Montajda ma'no bo'lishi kerak. Montajda ma'no bo'lishi kerak. Yo'q, hali vaziyat bu yerda xonada o'tiribdi, o'zini uyida. Uyda. Bular yaxshi, ertangi kunni ko'rsatsak bo'lsa, Quyoshnimi, ko'chasini ko'rsatib bersa, yoki shaharni o'zini ko'rsatsin. Tushunsak bo'ladi. Viloyat televizorini ko'rsatdi, boshqarasini ko'rsatyapti deb o'ylaysan. Уже boshqa vaziyat boshqa deb ketdi deb o'ylaysanmi? Bu tomdan tushgandek uzoq muddatli komandirovkasi. Bilmasam dadasi. Kuyov. Nima hali fikringdan qaytmadingmi? Yo'q. Hoziroq uchib ketaman. Voy bolam, qanaqa muddatga ketyapsan? Hozir bilmayman, chunki chet eldagi yangi filialimizga qancha vaqt ketadi rivojlanish. Qanaqa muddatga? Qanchaga ketyapsan desa bo'lmaydi. Aniq bilmayman. Kelinni ham Sen чисто xronometraj uchun, kontent uchun ham har bir gapdan gap topib o'tiribsanmi? Axir, metoda ha, biz chetdan e'tibor berib qolsan. Men uni berib turibdi, bo'ldi-da, bu farqi bor. olib ketasan? Deb so'ylayman. Yo'q. Yo'q, shu yerda qolayapman. Qolasa sizlar bilan yashasam. Qolamasa uyga ketsam. Bu nima deganing o'g'lim? Bu nima deganing o'g'lim?
Seni kışıp kıvradım o da. Yaxshimi qizim? Yo'qmi? Yo'q, o'tib ketdi. Mana zo'r joylarga boraman, xo'p? Ha. Dadajonim qachon keladi, oyi? Dading, bilmadim qizim. Atasi so'zdi buni. Yaqinda kelib qolsalar kerak. Hali shunaqa deysiz-a? Qizim, dading uzoqlarga ketgan. Shunga har doim kelolmaydilar. Bilmadim qachon keladi. Qachon kelsa? Da. Bilmadim qizim. Sen kız boşlar, zoran. Afsuski, dadangga bizga keragimiz yo'q qizim. U allaqachon uylangan bo'lsa kerak. Balki farzandlari ham bordir. O'zimniki qilaman deb seni ham otasiz qoldirdim. Suymaganga suyganma deyish kerak rost ekan. Afsus. Dep desen ben de. Kız kamera karama, ben kara desen. Kamera karama. Afsus. Ayranlari ko'rmay yuribdi. Boshda qiz o'xshaydi shu. Yok. Menimcha emas. Yo'q, Bilal Isxaqov. Neyse. Yani qo'shiqchi boshlar. Ne? Boshlardagi. Yutku. Bolaligidan gapini o'tkazishga, xohlagan narsasiga ega bo'lishga odatlangan qiz bu safar ham meni aytganim bo'ladi qabilida ish tutdi. Balki niyati yomon bo'lmagandir. Ammo bunday ishni muhabbat deb bo'lmaydi. Birovni baxt Balki niyati yomon bo'lmagandir. Конечно, to'y bo'la turgan bolani yo'ldan o'ldirib o'zini kelatish yaxshi niyat usta. Shart ekan. tortib olish, ustiga qurilgan turmush. Bu aytsak endi o'zbek seriallarida bu normal holatdir. Kabalatlarda. Shuning uchun bu katta ehtimol bilan Erkin Komilov o'zi o'rtada nov qo'yilganidan xabari yo'q. Просто ular shu tekstni o'qib berasiz. 40 boshqacha va oxirina qo'yib beramiz dedi, o'qib beradi. Shuning uchun kinonchiga xalq o'tirmaydi. Xalq artistini ayblamayman. Aybladi deb hisoblasangiz uzr so'rayman. Har bir dars ketadi. O'ylaymizki, bugungi voqeamiz o'ylash uchun albatta mavzu bo'la oladi. Salomat bo'ling. Siz ham sog' bo'ling, rahmat. Maza qildik. Endi bu yerda sen kompyuterda o'zbek seriallarni yozib rekomendatsiyangga narsani diqqatga hali men boshqa akkauntdan ko'rdim hozir. Nimalar davolaysan endi? Bunday o'g'illarim nafaqamga kun ko'radi deydi. Yana serial. Bular esa spesialni shunaqa bo'lgan. Chiqib qo'yamiz deb ben o'zgardi. Serial bo'ladi. Serial emas, serial bo'lib ketadi. Lekin deb o'zbekcha. O'zbekcha bor. Ruschada yozganda serial bo'lib yoziladimi? Bor. Endi yer yo'q. Da. Serial. Latinchada ya qo'yilmaydi to'g'rimi? Yo'q. Ya emas. Serial. Al bo'ladi. Yandeksdagi ya qo'yiladi, keyin qo'yilmaydi. Bo'ldi. Neden lekin ingliz tilida series bo'ladi. Series. TV series. Oho. O'chma. Yomon ziyoratdan bo'ldi, o'chiradan yerdan keldik. Xo'shlashib qolaveramizmi? Asalni yaqinda xo'shlashamiz, menga muzol chaqir. Bo'ldimi, yaqin? Biz hozir ko'rib bo'ldik, taqdirlar telenovelasini Nov degan ana seriyasi u. Shantajchi. Shantaj. Nomusni shantaj qilib ketayotgan qiz degan seriyasini ko'rib bo'ldik.
Videoni biz bilan birga ko'rganlarga rahmat. Video davomida kimdir xafa etgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Hammasi u aybdor. Men emas. Ideani men topib berdim. Bularni biz topdik. Ya'ni men topdim. Bu senda chiqadigan rekomendatsiyalarga rozi bo'lasan. Bundan buyon endi kimni so'kish kerakligini hech bo'lmasa bilaman. Yurada yerine git ketdi. Sen rekomendatsiyang. Endi o'chiramiz. Dog'lab olasan. Ha. Ziyoratimiz tamom bo'lib turgan tarafda ham xo'sh. Bu yerdan kichkina kameramiz o'tdi, mabodo ko'rmasangizlar u. Agar mabodo bu kontent sizlarga ko'rib turgan odamlar yoqqan bo'lsa, yoqqan bo'lgan bo'lsa, 1000 prosmotrdan o'tsa, mabodo o'tib ketsa, keyingisini tuzatamiz qilamiz. Hadi. 1000 prosmotr sani kanalingda osonmi? Ben boshqa kino ko'rasam yo'q. 1000 prosmotr yo'q, undan bo'lsa chiqadi. Undan ko'riladi jo'ra odamlar yaxshi. Bo'ladi? Da, roziman, nechun yo'q. Agar mabodo 1000 prosmotrdan o'tsa, bu videoni keyingisini davomini ishlaymiz yana. Ikkinchi seriyasini chiqaramiz va agar sizlarda qandaydir taklif bo'ladigan bo'lsa, nodir ko'rishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, montaj telefondan. Agar sizlarda nodir ko'rishimizni istasangizlar kommentariyga yozib qoldiringlar. Videoni ko'rganlar uchun rahmat, sog' bo'linglar. Xo'p, taklif beringlar. Mabodo endi qaysi videoni ko'rib reaksiya etishdan mabodo sizlar yoqqan bo'lsa bu kontent o'zlaringiz taklif berishlaringiz mumkin. Sizlarga rahmat. Keyingi kontentlarda görüşünce. Montaj bu birinchi montaj. Okey. Shu, men so'kaman endi bundan keyin maoshni internetda taklif etsak. O'zbekcha kino. Endi men o'zim ham nima deydi?